Avtobusga pul berib tura olmaysizmi? Чисто подстава qo'y, brat. Nimaga taksiga ketmayapsiz? Turmush ko'payib ketsa ketadi. To есть kuppa kunduz kuni eshode avtobus keladigan ostanovkada bola bilan qiz gaplashib turarmishda. Ovozi tinov eshitilar ekan. DJ ishlatdinglarmi yoki saramonik? Man savol qo'ya olasiz. Eng qizig'i, kamera shunaqangi chiroyli rakursdan o'rnatilgan, o'li agar hozir mana shu videoni oxirigacha avtobus kamerachidan urib ketadi. Ano, mashinani ko'ryapsizmi? O'sha meniki. Mani qizlarga hech qanaqa xusumatim yo'q. Oldindan bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Qizlar har doim prab. 100%. Tamom. Просто menga bitta narsa yo'qmidi, haligacha tushuna olmayman. Nima uchun yigitlar puldan отказ qilyapsizlar? Ha, men tushundim sizlarni pozitsiyalarni. Nima uchun sizlar pompaloq qiz bilan gaplashmaysizlar? Nima uchun? Tappini hidi keladigan qiz bilan gaplashinglar. Qishloqda shunaqasilarga qishloqqa bormaysizlar. Shaharni qoq o'rtasidan adasi yaxshi joyda ishlaydigan, uy remontdan chiqqan qizlarga suvchilikka borasizlar. Voy, to'xtatinglar, yer sharini men Turmush ko'payib ketsa ketadi. Hozir qilayar avtobus. qiz yosh. Xo'p, mana shunaqa qizni oldin uylandi ham deylik, lekin to'ydan keyin u уже pulni, hayotdagi qadrini va ahamiyatini bilgandan keyin sekin-sekin hunarini ko'rsatishni boshlaydi. Ko'ynak so'raydi, sumka so'raydi, bolalariga pampers, bog'cha, doполнительlarga pul to'lash kerak, doplaga berish kerak, ularni repetitorlarga berish kerak. Bularning hammasi pulga bo'ladi. Quyosh batareyalarida energiya olmaymiz biz. Bu pulga nisbatan qullik emas. Pulni o'ziga nisbatan ishlatishni bilgan odamning haqiqiy pozitsiyasi. Ha. Bitch. Avtobusga pul berib tura olmaysizmi? Siz bitta narsani tushuningda, hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin unaqa qizig'i yo'q, hamma narsaga birga erishish kerak, o'shanda hurmati bo'ladi, baloyida battarib. Da, ko'rganmizda Conor McGregor xotini даже uni boks perchatkalarigacha sotib bergandi. Nima qildi? Nima qildi? Hozir iznasibovani uchun sudlandi bir necha marta. Turmush ko'payib ketsa ketadi. Hozir qilayar avtobus. Nima qilamiz shuncha pulni? Mana mana shu sochimni o'zini yuvish uchun shampun, konditsioner, maska, sivritka, treatment, termozashita, oxirida blesk qo'shadigan narsa 7 ta narsa ketadi. Даже 100 mingdan bo'lganda ham 700 ming xren sochga ketyapti prosta. 700 ming. На самом деле bu 700 ming turmaydi. Qolgan narsalarni gapirmasam ham bo'ladi. Хороший kiyim, manikyur, ukladka и так далее. Bular siz yashasanglar bo'lmaydi. Biz-ku yasha olamiz, lekin sizlar unaqasini sevib olmaysizlar. Round. Короче, sуть. Pul hech qachon odamgarchilik, haqiqiy sevgi, mehr, muhabbat, do'stlik, hurmat kabi tushunchalardan baland bo'la olmagan. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Lekin maqsadlarimizga erishish va yaxshi yashashimiz uchun asosiy unsur ekan, pulni tanlayotgan qizlarni qoralashga haqqingiz yo'q. Hammani, sizni, dodangizni, adangizni, amangizni, xolangizni, jiyaningizni, tog'asini, qo'shnisini, xotinini, sigiri ham pulga ovqatlanadi. Pulga. Tamom. Chiroyli qizlar bo'lsa tem bo'ling. Chiroyli qizlarni sendan oldin ham vыборы bo'lgan. Sen bilan birga yurganda ham vыборы bor, sendan keyin ham vыборы bo'ladi. Так что zo'r bo'lmoqchi bo'lsang, поступкалаring bilan o'zingni ko'rsat. Понятно? Gaping bo'lsa kommentariyada kutaman.